Bitta narsa bor, qizlar aytishadi, voy uzoqqa ekansiz, Navoiydan ekansiz, men u yoqdaman, bu yoqdaman. Farqi yo'q qizlar, mana shularni o'zi, masalan, men bu Buxoroga, Samarqandga, Jizzaxga, короче, hamma 12 ta viloyatga, chekka qishloqlarga ham chiqib ketadi doim. Menda o'zi shunaqa. Men o'zi Navoiyga asosan chiqarmayman deyardi. Hammasini BTS pochtasidan chiqarib boraman. Mana zakazlarimizni chiroyli qilib tayyorlab qo'ydim. Bularning ichiga, hammasini ichiga bittadan shunaqa vizitka tashlab chiqyapman. Mana bu upakovka juda ham oson, sizlarga obzor qilishimga ham oson. U narigi upakovkamizga ko'p vaqt ketib qolardi, sizlarga obzor qilishga ulgurmasdim. O'sha olib ketardilar pochtaga. Bular hammasi kechaki zakazlar, kecha hayitga deb qizlar sarpa naborlar sovg'aga ham olishgan, o'ziga ham olishgan. Asosan hozir bu joyda sarpa naborlar. Men sizlarga maslahat beraman, tayyor sarpa naborlarimdan olishga, chunki men o'zimning tajribamdan kelib chiqib, bularni yiqqanman. Ya'ni bitta kelin uchun nima kerak, nima kerak emas. Men juda ham yaxshi bilaman. Va shu uchun o'shanga moslab chiroyli har xil sarpa naborlar yiqqanman qizlar. Sizlarga maslahat beraman, tayyor naborlardan sotib olishga. Kanalimda tayyorlarini bugun tashlab qo'yaman, o'sha joyga kirib, o'sha o'qisangiz bo'ladi, sotib olsangiz bo'ladi. Bular hozir hammasi BTS pochtadan chiqib ketadi. So'raysizlar, qayerdan chiqarasiz, qanday borasiz deb. Mana o'zimga ham qizlar BTS dan yuboradi. Hali bularni men nabor qilishga ulgurmaganlarim ham bor. Bu joyda naborlarning hammasi sotilgan.